Sevimli arkadaşlar, yaxşımısınızlar? Everyday English Vocabulary günlük İngiliz dili sözlük kamusu. Lesson 16 Home Improvement and Gardening Verbs. 16. ders uy remont qilish va g'o'yli aram ishlarini qilish to'g'risidagi fe'llar. Hamda bugun biz bu 16. dersda o'rganganimiz uy ishlarida, g'o'yli aramlarda remont qilganda, o uy ishlarini uydagi narsalarni remont qilganda yoki g'o'yli aramlarda ishlaganda biz qanday fe'llarni ishlatamiz, shunga munosabatlik biz bugun bu darsda mana bu fe'llarni o'rganib chiqmoqchimiz. Birinchisi to paint the house. Uyni sirlamak. To paint. Sirlamak. To paint the house. Fe'lning oldiga to deganni doim qo'yamiz. Shuning uchun to paint the house. Ayrim degan vaqtda doim qo'yamiz demak. Jumlaning ichida hamda grammatikal qoidasi bo'yicha keladi. To paint the house. Uyni sirlamak. To paint a room. Bir ayrim hujrani sirlamak. To plaster the walls yoki tomlarga tom qog'ozi chaplamak. Plaster deganimiz tom qog'ozi, to plaster deganimiz tom qog'oz chaplamak degan fe'l. To plaster the walls. To tile the bathroom. Bu yerda bathroom o'birni tozaliq qo'yi. Tile deganimiz chiniqish, yana birisi chiniqish, bekitmak, chiniqish, o'rnatmak degan fe'l ma'nosi bor. To tile the bathroom deganimiz tozaliq qo'yiga chiniqish, o'rnatmak. To fit a carpet. Fit deganimiz dal keltirmak degan ma'noda. To fit a carpet deganimiz gilamni dal keltirmak degan gap. Gilamni uyga qanday qilmak, gilam solmak deymiz uyg'ur tilida. To put up shelves. Shelves deganimiz takcha. Uyda yog'ochlar orqali uyning tomlariga bekitimizda takchalarni. To put up deganimiz bekitmak. To put up shelves. Takchalarni bekitmak. To make curtains. Curtain deganimiz parda. To make curtains deganimiz hamda bu yerda parda qanday qilmak, parda yasamak, parda bekitmak degan ma'noda. To make curtains. To put up curtains deganimiz parda bekitmak. To make curtains deganimiz pardani o'zimiz yasashni ko'rsatadi. To unclog the sink yoki to unblock the sink. Unclog, bu yerda clog deganimiz bu yundi yo'lida, ya'ni kiraksiz suv yo'lida bir narsalar to'silib qolgan bo'lsa, shuni clog deymiz. Shu to'silib qolgan kiraksiz bir to'p suv yo'lini, ya'ni kiraksiz suv yo'lini to'sib olgan shu bir to'p narsalarni clog deymiz. Unclog degan shu clogni ilib o'tish, ya'ni suv yo'lini to'sib olgan narsalarni qanday qilib tozalab o'tish degan. To unclog the sink. Sink deganimiz yuz ko'zimizni, qo'llarimizni yuvadigan tozaliq qo'ydiki suv tushadigan, biz dascha deb turaylik. Das shuni suv idish deymiz endi. Shu suv idishini to unclog the sink. Suv idishini qanday qilish? To'silib qolgan yerini ichish. To unblock deganimiz block degan to'sib olish, unblock deganimiz ichib o'tish. To unblock the sink. Shu suv idishining to'silib qolgan yerini ichib o'tish degan gap. To change a light bulb. Light bulb deganimiz chiroq degan gap. To change a light bulb, chiroq almashtirish. To mow the lawn. Mow deganimiz kesish. Lawn deganimiz chimliqni kesish yoki chimliqni shu ustidan qirqish degan gap. To mow the lawn, chimliqni qirqish. To do the weeding. Weed degan yovi o't cho'plar. To do the weeding deganimiz yovi o't cho'plarni tartib etish, uzib etish degan gap. To do the weeding. To plant bulbs. Bu yerga bulb
yangi o'sgan hamda taxil urqidan chiqqan yangi o't yashlar yoki har xil mayli balkim yangi o'sgan o'simliklar. To plant bulbs degan yangi o'sgan ko'chatlarni qanday qilish tikish. Plant deganimiz tikish, yagi tikishni ko'rsatadi. To prune trees. Prune deganimiz daraxtlarni nima deymiz? Daraxtningki yovi o'sib chiqqan, bakrak o'sib ketgan shoxlari yoki ayna kichik shoxlarini qanday qilish? Çataqlash deymiz, bundaq uzib o'tish, to prune trees. Buni shears deganlik bir cho'ng qaychini o'rgandik o'tgan darsda. Shu orqali kesishni ko'rsatadi. To prune trees. To trim deganimizmi kesib ratlash degan gap. To trim a hedge. Hedge degan nima deganda, yo'l bo'ylarida maqsaq bo'yimizdan paqaroq kelgan mana o'sadigan, qo'yuq o'sadigan, lekin shu hamma tarafini, uch tarafini, ustini, ikki tarafini ratl qilib kaskili bo'lgan bir o'simlik bor. Daraxtmi emas, u odatda yo'llarni go'zallashtirish uchun o'stiradigan o'simlik, lekin shu uch tarafini, ya'ni o'ng so'l usti tarafini kesadigan bir xil o'simlik. Uni hedge deymiz. To trim a hedge deganimiz dal shu hedgeni kesib ratlash degan gap. To water the flowers, gullarni sug'urish, gullarga suv quyish. To water the flowers. 16 dars bayatimiz degan home improvement and gardening verbsni bir qatim so'zlab chiqdik. Endi talaffuzini 16 darsdagi bu fe'llarningki talaffuzini yana qayta bir qatim eslab o'tsak. To paint the house, to paint a room, to plaster the walls, to tile the bathroom, to fit a carpet, to put up shelves, to make curtains, to unclog the sink, to unblock the sink, to change a light bulb, to mow the lawn, to do the weeding, to plant bulbs, to prune trees, to trim a hedge, to water the flowers. So, imlik arkadaşlar, kelar qitimliq darslikchilik aman bo'linglar. See you next time and goodbye. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.